Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun yana bitta obyektimiz edi. Santexnika ishlarini amalga oshirmoqda biz. Obyektimizdan sistemida ham ko'pli bo'lgan, ham radiatordan foydalandik. Ko'rishingiz mumkin sanuzilimiz. Tochkalarini ko'rishingiz mumkin. Akkuratlik chiqarib ketganmiz. Baho berish o'zingizdan. Xo'p. Bu xonamizni ham xuddi shunday radiatorga tochka chiqarganmiz, top tipimizga tochka chiqarganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Texnik bazadina bu obyektimiz ham xuddi shunday. Bu xonamizda ham top tip bo'lgan, ham radiatorga tochka chiqarganmiz, ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa holatda qilmoqda biz. Narx-navosi haqida to'xtaladigan bo'lsak, har doim aytayotgan gaplarimiz kvadrat metrni 5 dollar qilmoqdamiz. Bu obyektimizni ham xuddi shunday baho berish o'zingizdan. To'pli polimizdan xonani pol isish uchun foydalanmoqda biz. Radiatorlarimizdan xonani isish uchun foydalanamiz. Ya'ni to'pli pol orqali xonamizni isitmaymiz. Shunday inovatga olinglar. Turbalarimizga qaraylik. Radiatorimizga o'tgan har bitta turbalarimiz izolyatsiya qilingan.